Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Putin Trampga Ukraina qurolli kuchlari uning qarorgohiga hujum qilishga uringani haqida aytdi. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning aytishicha, Donald Trump Kiyev tomonidan Vladimir Putinning Novgorod viloyatidagi davlat qarorgohiga hujum qilishga urinishidan larzaga kelgan va g'azablangan. Putin o'z hamkasbining e'tiborini shunga qaratdiki, Amerika tomoni muvaffaqiyatli deb hisoblagan Mar-a-Lagodagi muzokaralar raundidan deyarli ko'p o'tmay, Kiyev rejimi uzoq masofali dron apparatlaridan keng miqyosda foydalangan holda terrorchilik hujumini amalga oshirdi. Biz bunday terrorchilik harakatlarini javobsiz qoldirmaymiz deb qo'shimcha qilgan Putin. Bu hodisa 28 dekabrdan 29 dekabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Unda 91 ta zarba beruvchi dron qo'llanilgan. Ularning barchasi havo hujumida mudofaa kuchlari tomonidan yo'q qilingan. AQSh prezidenti Ukraina qurolli kuchlarining terrorchilik hujumiga urinishini izohlar ekan, bunday telbona harakatlarni hatto tasavvur ham qila olmaganini va bu shubhasiz Amerikaning Zelenskiy bilan ishlashga bo'lgan yondashuviga ta'sir qilishini bildirgan. Kreml vakili Rossiya va AQSh yetakchilari o'rtasidagi yangi telefon suhbatining boshqa tafsilotlarini ham keltirdi. Trump Putinga Kiyev rejimi rahbari jamoasi tomonidan erishilgan ayrim natijalar haqida ma'lumot bergan. Moskva Kiyevning vaziyatni tartibga solish bo'yicha takliflarida majburiyatlardan qochish imkonini beradigan talqinlar mavjud deb hisoblamoqda. Rossiyaning Ukrainaga oid AQSh bilan ilgari erishilgan bir qator kelishuvlar va muzokaralardagi yondashuvlar bo'yicha pozitsiyasi qayta ko'rib chiqiladi. Bu juda aniq bayon qilindi. Amerikaliklar bunga tushunish bilan yondashishlari kerak. Kiyev tomonidan amalga oshirilayotgan davlat terrorizmi sharoitida Rossiya tomon boshqacha yo'l tuta olmaydi, dedi Ushakov. Putin Moskva tinchlikka erishish yo'llarini topish uchun Washington bilan yaqin va samarali hamkorlik qilishni niyatida ekanini ta'kidladi. Rossiya va AQSh prezidentlarining avvalgi suhbati Trumpning Floridada Vladimir Zelenskiy bilan muzokaralari arafasida bo'lib o'tgan. Suhbat 1 soat 15 daqiqa davom etib, do'stona va ishchan ruhda o'tgan. Putin hamkasbini kelgusida ham Ankarejdagi kelishuvlarga tayanishga chaqirgan. AQSh yetakchisi esa Moskvaning Ukrainadagi mojaroni diplomatik yo'l bilan hal etishga intilayotganiga ishonch hosil qilganini bildirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ta'kidlaganidek, Kiyev rejimining terrorchilik hujumidan so'ng ham Rossiya AQSh bilan muzokaralar jarayonidan chiqishni rejalashtirmayapti. Ukraina tomoni Putinning qarorgohiga dron hujumi amalga oshirilganini rad etishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qarorgohlaridan biriga dron hujumi uyushtirgani haqidagi ayblovlarni rad etdi va Moskvani tinchlik muzokaralarini izdan chiqarishga urinishda aybladi. Zelenskiy bu da'voni odatdagi rus yolg'onlari deb atab, Kremlga Ukrainaga qarshi hujumlarni davom ettirish uchun bahona kerakligini aytdi. U, shuningdek, Rossiya ilgari Kiyevdagi hukumat binolarini nishonga olganini ta'kidladi. Zelenskiy X sobiq Twitter platformasida shunday yozdi: Dunyo hozir sukut saqlamasligi juda muhim. Biz Rossiyaga barqaror tinchlikka erishish yo'lidagi ishlarni buzishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Zelenskiy AQSh Ukrainaga 15 yil muddatga xavfsizlik kafolatlarini taklif qilganini aytdi. Trump esa bu masala bo'yicha kelishuv taxminan 95% tayyor ekanini bildirdi. Ukraina rahbari hududiy masalalar va Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporizhzhia atom elektr stansiyasi hal etilmagan so'nggi masalalar ekanini aytdi. Donbass mintaqasining kelajagi borasida esa sezilarli siljish kuzatilmadi. Rossiya bu hududni to'liq egallashni istamoqda. Hozirda Moskva Donetsk viloyatining qariyb 75% va qo'shni Lugansk viloyatining deyarli 99% nazorat qilmoqda. Bu ikki hudud birgalikda Donbass deb ataladi. Rossiya endi tinchlik muzokaralaridagi pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Putin qarorgohiga uyushtirilgan hujum paytida Rossiya prezidenti qayerda bo'lgani hozircha noma'lum. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.